Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilar. Eslatib o'tamiz, bugun 11 oktyabr chizasi. 11 oktyabr dan 12 oktyabr chizasiga o'tar kechasiga Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha registratsiya jarayonlari boshlanadi qisqa vaqtlar ichida. Aynan mana shu reysga kompaniyasining reyslarida mana passajirlar akalarimizning biletlari mana hozir onlayn ravishda biletlarini mana pechat qildirib oldik. Hozir mana soat millarimiz aziz vatandoshlar 9 dan 10 daqiqa o'tgan vaqtda bo'lyapti. Ushbu reysga registratsiya soat 12:20 da boshlanadi. Ya'ni bu reysda shunaqa vazmonimiz bor aziz vatandoshlar. Ya'ni bez bagaj variantida biletlarni olsangiz, aynan Aeroflot aviakompaniyasida onlayn registratsiyadan o'tkazish imkoniyatlari bo'ladi. Ya'ni misol uchun sizlar aeroportga kelaverishda, misol dokumentlaringizda qanaqadir muammo kamchiliklar bo'lsa, aynan mana shu aviakompaniyaga bilet xarid qilib olsalaringiz, bez bagaj variantida Aeroflotda sizlar vaqtliroq, ya'ni bezovchilar o'tkazib qo'yish imkoniyatimiz bo'ladi albatta. Biletlar masalasi bo'yicha aziz vatandoshlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar, nasib bo'lsa har kunlik bizlar mana ko'rib yo'q bilasizlar, aeroport pulkovida o'zimiz bo'lamiz. Mana shu variantda biletlarni olaverasiz, aziz vatandoshlar, kelaverasizlar. O'zimiz nasib bo'lsa sizlarni kutib olib kuzatib qo'yamiz. To'lka eslatib o'taman, Aeroflot aviakompaniyasida mana shunaqa qulayliklar bor albatta aziz vatandoshlar. Bezakiment yurgan akalarimizga zo'r variant mana shu. Aloqaga chiqaverasizlar, nasib bo'lsa ushbu videoni ostida telefon raqamlarini qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aziz vatandoshlar.